Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli zuko bolajonlar uchun yosh bilimdon ensiklopediyasidan Sport nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Sport sog'liq garovi, sport tinchlik elchisi degan gaplar bor xalqimizda. Shuning uchun ham sport bilan shug'ullanamiz. Musobaqalarni sevib tomosha qilamiz. Sport bilan shug'ullanish uchun uning turlari, tarixi, kelib chiqishi va qoidalarini bilish zarur bo'ladi. Bu borada biz sizga ushbu ensiklopediyani o'qishni tavsiya etamiz. Kitobni o'qib sport sohasidagi bilimlaringiz yanada boyisa, biz bundan juda mamnun bo'lamiz. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.